Qo'shni! Qo'shni! Ha, biliyorlar bilan ertalabda vahima qilyapsiz. Shunaqa chiqingda. Qo'shni, ana mashinani naqd pulga oldingizmi? Ya, kredit. Mahalla ko'rayapti, hammasi naqd pulga oldi deb. Ya, odamlar nima demaydi, qo'shni? Kredit. Ana kreditda? Ha, kredit. Bo'pti. Omadingiz bersin. Taydan shamol o'tib tursam, qo'shni chiqinglar bizga ham. Bo'lmaysizmi? To'xting. Yangi oldingizmi? Ha, kecha. Yaxshimi? Ha, aksiya bo'lib turadi ekanmi? Ha, kecha aksiyada oldim. Aksiya bo'lmasa qiynalmaysizlar, zo'r yarashib ketdik, yuring. Aka, ana odam shuncha narsani naqd pulga olib ketdimi? Yo'q, naqd pul olmadi. Aniqmi? Aniq. Daftaringizni ko'rsatingchi. Ha, ko'rsataveraman. Ha. Qo'rqib ketibman, naqd pulga oldimikin deb. O'zi narsaga olmasa bular yalmaydi o'zi. Ha, ko'rdingizmi aka mana? Ha, bo'ldi, kelavering aka. Qo'shni? iPhone oldingizmi? Ha, oldim. Kreditlaringiz tugadimi? Kreditim tugamadi. Telefonim ham kredit. Ustuvashim ham aksiyada olganman. Mabodo kreditim tugab qolsa, siz tinch yashashingiz uchun yana kredit olaman. Ashta qilingdimi? iPhone nechi ekan bu? Qo'shni mana shu yerda 3-etajda 3 xonali uy oldim. Naqd pulga oldingizmi? Yo'q, qo'shni, bizni naqd pul qada 20 yilga bo'lib to'lashga oldim. Aniqmi? Naqd pulga olmadingiz-a? Yo'q. Qo'rqib ketibman. Endi 20 yil yaxshi tinch yashayman. Charchamang.